Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Orzu jamoasining ishonchli muxlislari. 13-sentyabr sanasi tabriklarimiz davom etib bormoqda. Galdagi manzilimiz Shovot tumani Kattaqal'a o'rta Yusuf otamizning qutlug' 60 yosh yubileylar bilan tabriklaymiz. Farzandlar nomidan xursand qilamiz. Ajoyib tabrikga birgalikda guvoh bo'lasizlar. Boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli yurtdoshlar, barchalaringizga xayrli oqshom, a'lo kayfda. Bugun Orzu jamoasi shunday fayzli hamda barakatli kunga kelishimizning asl sababi farzandlar uchun eng mehribon, eng jonkuyar otalardan biri Yusuf otamizni tavallud ekan. Sizni tabriklaymiz. Tavalludingiz muborak bo'lsin. Bitta qarsaklar o'tajoncha tabriklab qo'yamiz. Tabriklaymiz. Umidlaringiz bo'lsin, salomat bo'ling, farzandlaringizni rohatini o'g'ling hamisha xonadoningizda mana shunday eng quvonchli kunlar, yaxshi kunlarga ko'p bo'lishiga tilakdoshmiz. Umringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Yusufda bugun tabriklar, syurpriz kimning nomidan topa olasizmi? Bilaman. Kimning nomidan? Qaysi farzandingiz nomidan? Nechta farzandingiz bor o'zi? Qaysi bor? Quvonchbek, Xo'javoy. Musofirchilik degan Sevinchbek o'g'lingiz hamda Gulyor kelinlaringiz nomidan tabriklaymiz. Bitta qarsaklar o'tajoncha yuboraman. Assalomu alaykum, tabriklaymiz. Tavalludingiz muborak bo'lsin. Bugun sizni Sevinchbek o'g'lingiz nomidan tabriklayapmiz. Siz uchun eng go'zal niyatlarni, eng samimiy niyatlarni barchasini musofirda bo'lishiga qaramasdan sizga yo'llayaptilar va bugun dadajonimizni tavalludlari dadamizni hammadan ko'p xursand bo'lishini xohlaymiz. Baxtimizga salomat yursin. Doim mana shunday go'zal kunlarni ko'rib, bizani baxtli yordamlarimizda yonimizda tursinlar bilan juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Doim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bizni mana shunday voyaga yetkazdilar. Hech kimdan kam qilmay, chiroyli tarbiyalar bilan, halol mehnatlar evaziga bizani katta qildilar. Dunyodagi eng yaxshi, eng mehribon ota bizni otamiz. Faxrlanamiz mana shunday insonlarni farzandi ekanligimizdan. Dunyodagi eng yaxshi ota-ona bizni ota-onamiz. Ularning boriga shukr. Biz farzandlarni bu dunyoda borligimizga sababchi, bu dunyoda bizani davlatimiz, suyanguvchi tog'larimiz doim baxtimizga salomat yursin deya o'zlari uzoqda bo'lishiga qaramasdan sizni tabriklayaptilar va o'zlarini sog'inchli salomlarni sizga yetkazib qo'yishimizni aytdilar. Bugun o'zlari uzoqda bo'lishiga qaramasdan sizni hammadan ko'p xursand bo'lishni xohlayapti. Dadajonimizga yaxshi ko'rishimizni aytib qo'ying. O'zlarimiz borolmasak ham ularni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Vaqtimizga salomat yursin. Kelasi yil tavalludlarini birgalikda nishonlashni nasib qilsin deya sizni tabriklayapti. Yana bir bora tavalludingiz muborak bo'lsin. Birgalikda hojona, hojota bo'lib yuringlar deymiz. Birgalikda qarilik kashtini surib farzandlarni, nevaralarini rohatini ko'rishlarga nasib qilsin deymiz. Yana bir bora tabriklaymiz. Kerak emas menga go'zal koshonalar. Qadam bosing, oltin bo'lar ostonalar. Bilib qo'ysin do'sti dushman mastonalar. Siz bor uyni fayz so'rab turar ota. Manzilimni baxtlar so'rab turar ota. Qimmatligim dunyolarning boyligidan. Uyalmang hech bellaringiz yoyligidan. Ishonchim bor uyim jannat joyligidan. Siz bor uyni fayz so'rab turar ota. Manzilimni baxtlar so'rab turar ota deya tabriklayapti. Yana bir bora tabriklaymiz. Xudo qarsaklar o'tajonimiz. Sababim mehr ko'nglim tarafim farzim qarzim sharafim tabriklaymiz. Bo'ldi, hali o'rniga kelmadi, o'rniga kelgan vaqtda aytamiz. Bo'ldi, tabriklaymiz. Yana bir bora va farzandlaringiz nomidan chiroyli so'rtlarimiz bor. Siz uchun topshirib qo'yamiz so'rtlarimizni. Farzandlar nomidan qabul qilasiz, marhamat. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Днем рождения, для тебя мое настроение. Ты сказал мне только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин. Yo'llaringiz uzoq bo'lsin va alayda tilaklar saqlashga navbatda bersak bo'ladi.
yaqinlaringizdan, mehmonlardan eshitamiz. Tabriklab qo'yasizmi? Aytadigan gaplaringiz bo'lsa, o'zlari kameralarni kuzatib turibdi. Bolalarım arg'a, Shunchbek, Quvonchbek, Xo'javoy, Sog'voy. Farzandlarini vaqtini o'ynab kelgan. Farzandlari ikkisini ham bo'yi taqir. Shunchbekdan farzandlarini katta bo'latirlar. Quvonchbekdan farzandlari, Xo'javoyning farzandlari izingizdan katta bo'latirlar. Budan sonra to'ylarda o'tirish Alloh taolo mesrat kelmagan. Sağ olay, amamay, yurtimiz eng birinchi navbatda tinch bo'lay. Alloh taolo kime rizqini bersa, beraversin, Alloh taolodan so'rag'ini bergay. Alloh taolo shuni aytadi, mendan so'ra, ko'proq beraveraman deydi. Alloh beradi, navbati kelganda oladi jonimni. Sog' bo'lin, yurtimiz tinch bo'lsin. Eski bir og'am bor. Opamni eng katta og'amiz dunyodan o'tib ketdi. Yomon aytganib kursimda 4,5 yoshimda kelib shura joylar, doylarim bor. Baxtiraman bor. Eng chiroyli tabrizni boshqasi xotirlarga beramiz. Shu baxtiraman bor. Ajoyib so'zim. Shu odam beraversin gaplayapsizlar. Yaxshi, ajoyib kunda o'tiribmiz. Yusufboyni bugun tabarruk topgan joysan 60 kunlikda. Xudoim shu umr uzoq bo'lsin. Ko'zlar bilan dang qarg'asin. Bolalarning rohatini ko'rsin. Boladan, qizlardan, aqtiqlardan choliqlar ko'rib o'tish nasib etsin. Xudoim shu hamisha sog'likda, salomatlikda, yurtimiz faraqlashda uchrashib o'tish nasib etsin. Yusufboy endi gap so'z yo'q. Ana ozod aytdi, yaxshi gap so'zlarni aytdi. Ben de maktabacak karşı çıkamam, nemesine maktamaya çıkımam. Hizmetlerini yatıp, hizmetlerine varamız diyor. Bir de hizmetlerine varamız, hizmetlerini görüyoruz. Hemşe sağlıkta, selametlikte, şimdi uğraşında nasip etsin. Gözde ben kardeş Yusufboy. Acayip, Yusufboy acayip hayat geçir, ballarının rahatını gör. Onun balanını, fiyonu götek tuttu. Ya, çok götek tuttu. Şu balanlara 5-6 metre salam verdim. Lakin ben bakadır'a dedim, ben yakışıyorum. Bana kıymetimden de çıktı tamam. Rahmet ballara. Ama rahmet ballara, şimdi ballara hürmet etkenlerim ben balamı akır. Balarımı sorumlu. Yakşı annesi. Ulan şu sağlıkta selametin şaşmetmek ömersin. Yurtumuz uzak zaman uzak hürmetini Fırzadan ben kardeş Fırzadan. Hey! Ya olan yazdırma. Mündetin aldığın işleri yapıyor. Biraz çekmem. Yaxşı günlerini görsünler. Yakada indi. Doğru iş. Yaş. Ben de silasala ama verseler yaxşı olup para verdi. Aktık, çoluk, yolu görmek nasip etsin. Şimdi ben denk yaşam, denk karnım. Ne bir çıkarıp rakam etmekle hem mesele yengile yanımda ne azap var, ne yaşılık var. Hem mesele görsen de yaxşı çıkarsın da hem neye sağlık, yurtta tırşakı. Tırşık olsa hem bezim buna verelim. Tırşık olsa her gün bezim. Mikrofonu bir yanımda. Uzatılma. Sen hem neye yaxşı gör, yaxşı sağlık, selametlik, toy, tamaşa.
Yaxshi kunni o'jash bo'ldi. Hem beni karnını yapıyor, tuvalet vardı, tuvalet gidiyor. Koynum çarşafı. Yarattım yaxshi ajoyib so'zlarni aytganlik menda bir do'stlik bilan aytmoqchiman. Qarang nelar bo'lmoqda sodir. Aziz insanım hiç kelmayotir. Huzurimga kerak qanchalar 100 partizandek bo'lolmas. Ular yaxshi yine o'rtoqlar hamma yaxshi gaplarni aytmoqchilar. Shu Xudoni birga yasha, ishi oqtib cho'liq yo'liqlaringni yo'liq bo'lmasa bo'g'aylaya. Shularning xizmatini ko'rib, hazratib, o'ynab turib, shu yerda shu Sunapamni, Quronboyamni, ular xizmatlarini ko'rib, hazratib, yurgaysizlar. Ular sog' bo'lma, salomat bo'lma, ishib, 1000 marta rahmat sanoman. İspanyollara yine hem de kardeş doğanlar ecel ama hürmeti hem doğru güneyken bu yaxşı niyet kurturdu ilan niyetine işi aytkan şu ailenin yapı roya çıkarıversin. Şimdi ben bir İspanya bir gelecekte bir tarihini bir azgara açıp edecek benden. İspanya. Ya, işi ikimiz hem ağaynımız hem şu bala devasa yüzlü balaydı. Ben işlet başıma da kızladım. Yine sivri. Ya, bu yapmadı. Kolay. Bu yapmadı. Yine şu ikimiz yine şiddete oturup ballarını vayaya getirdi. Kızlarını vayaya getirdi. Paşa yine zemine araba, tinleri ama işi ya kızlarım dik tuttu. Ama şu İspanya doğrayışlarında getirdiler ama buranın ketten rahmet hiç kim baktı atmasın. İspanya sana uzak yaz kendi devlet emdalı. Gelecekte bir yakşı insan bulup sen o artık çoğunluğunu rakatını görüp oturmazsan ne etmezsin. Hiç vakit baksın yazmadın, 100 yıl sana görüp oturursun. aramızda şuna söz veremez. Ama umuydu. Ama söz vermedi. Kayda önemsin diye orada şu Kudayı bir yer uzak yaz kendi öğretmesin sana. Kudayı bizim gün yaşlara geçelim. Aklı çoluklarına rahmetlerini görüp Kur'an'ın söylerinde olsun. Nasip atamazsın. Hem beni için yaşlıları yetişsin. Rahmat, sog'lom bo'ling, tabriklayman yuborim. Kunlaringiz o'qilsin. Rahmat. bilan tabriklayman. Uzoq yosh ko'rgan iloyim farzandlarini, Firuzani, baxtini, bizga vaqtimiz sog' salomat yurgay. Otamiz o'rnida ota, onamiz o'rnida ona bo'lib, bizlarni hurmatda yurgay. E'tiboran tabriklaymiz. Kunlaringiz o'qilsin. Ruxsat berasizmi? Musofirchilikda yurgan o'g'lingiz nomidan chiroyli she'rlarimiz bor. Yusuf aka siz uchun o'g'lingiz nomidan, Sevinchbek o'g'lingiz nomidan chiroyli she'rlarimiz bor. Ruxsat bersangiz o'qib eshittiramiz. Eshitarsizmi? Sevinchbek o'g'lingiz nomidan she'r bor. Kunlari yog'ilib turar yuzidan. Maysalar unadi bosgan izidan. Borini ayamagan o'g'il qizidan. Otamga o'xshamas hech bitta inson.
arzimas yolg'ondan qalbi tilingan, charchog'i bezabon ko'zdan bilingan, yeb turgan oshini bizga ilingan. Otamga o'xshamas hech bitta inson, yuzida ko'rinmas ishdagi dardi, yuragi osmondir, yo'q unda gardi, odamlar ichida tengi yo'q mardi. Otamga o'xshamas hech bitta inson, mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarim yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling, keling bir bor bag'rimga bosay. Dada sizni yaxshi ko'raman deya tabriklayapti. Tabriklaymiz. Bitta qarsaklar yana bir bor akajon. yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarim yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay. Rahmat, tabriklar qilamiz. Assalomu alaykum. Davra qatnashchilar, bizani hurmat etib, tog'ayim qarindosh bo'lgan hammangiz yig'ilib kelibsizlar, hammangizga rahmat. Menim shu turmush o'rtog'imga uzoq yosh tilayman. Bolalarimiz vaqtida sog' salomat yursin. Qo'shaqarlik hammangizda shunday yaxshiligini to'ylab qilsin. Hammaga sog'lik tilayman. Rahmat. Tabrik so'zlari uchun. Alloh taolo barcha shu kunimizga yetkazdi. Men shu baham geçirdim Sevinchbekni. Evlarga borib geçirdim. Alloh taolodan so'rayman. Men geçirdim shuni. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Tabriklayman. Hamma yaxshi vaqtingizda sog' bo'lib. Shu atamning muboraklari tabriklasha tilamiz. Atabay ata. Rahmat aka. Sözlərdə mikrobor dada, kəmbərgin aparlarda, dada sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Va davramizda shunday qo'shiqlar bilan davom etamiz. Endi o'ynab kulasizlar. Marshalaringizni davramizda taklif qilamiz. Marhamat. Ya
hurmatlaymiz. Tavlid ayman muborak bo'lsin, muborak. Shu vazifada xizmatingizda Yangi Bozor tumani Orzu jamoasi xodimlari bo'lsin. Barcha tashakkur sog' bo'lasizlar. Rahmat.